Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda Chevrolet Monza avtomobili. Monza avtomobilida bo'lgan muammo. Hop, yana bitta narsa. Chevrolet Tiz o'zimizniki, James'ki. Ko'pchilik Monzani multimarshli apparatda ko'radi. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik Monzani Tizdan kirib, mana tagida ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana Godwebs'ga 2023 dan Chevrolet Cavalier'dan kirsani ko'rsa bo'ladi. Shunda motor tomonidagi display diagnostika kod ошибкалari полный chiqadi o'zi parametrlarni ko'rishingiz ham mumkin. Mashinamizda gaz pedali atkasilgan. O'sha gaz pedalni ko'tarmay qo'ygan. Gaz pedalni yangi qo'ydik. Gaz pedalini ko'tarishlari hamma narsasi joyida bo'ldi. Do'stlar, kimgadir shunaqa xizmatga kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.